من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب طلاق السنة. أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن. قال محمد رحمه الله طلاق السنة أن يطلقها لقبول عدتها طاهرا في غير جماع حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. طلاق السنة طلاق البته mubah ishlardan taloqni o'zi munosib bo'lgan ahvollarda mubah ish. Endi sunnat degani taloq qilish usuli jihatdan sunnatga muvofiq bo'lgan demakchi. Sunnatga muvofiq bo'lgan qanday desak, ayol kishi pok bo'lgan holatda yaqin kelmasdan taloq qilish. Holatda taloq qilsin yoki pok bo'lgandan keyin birga bo'lib taloq qilsin, bu sunnatga xilof. Ya'ni adam sunnatga uyg'un taloq qiladigan kishi pok holatda ayol saqaygandan keyin yaqin kelmasdan bir taloq qildi. Taloq qilgandan keyin unga o'tishni xohlamasa, iddat to'shqicha qaytirib olmasa amriga, uni yatadan bo'ldi, kallasi saqaydi degan. Lekin pok bo'lgandan keyin birga bo'lib qo'yib, undan keyin taloq qilish balki uning qo'sqida bo'la chiqishi mumkin. Keyin ondan taloq bo'lgan ajrashgan balam yetim ummaytdan deb o'cha basharib qo'ydi. İbn Umar radhiyallohu anhu mush oyatdan shunda tilovat qilgan. Ya ayyuhan nabiy, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liqubul iddatihinna. Bizning qiraatimizda fatalliquhunna liiddatihinna deb kelgan. Yani ma'noda bu qiraat İbn Abbas, İbn Umar radhiyallohu anhularninki qiraati, lekin qiraat shazza. Qiraat shazza odatda bunda bir oyatni izohlashda, tafsir qilishda foydalanilgan bo'ldi. قال محمد رحمه الله طلاق السنة أن يطلقها لقبل عدتها. لقبل عدتها degan iddetini boshlaydigan udullab degan. Tahiran ayol pok holatda fi g'ayri jima' pok bo'lgandan keyin yaqin kelmay turib iddetini sanab boshlashga udullab turib taloq qilish shu dedi. Chunki hayzdali taloq qilsa sanashdan izbas kirib chiqadi. Yani aşehiz nimasida bir hez hisoblamamdiq. Ya bundan keyingi bir hezandan 3ning biri deb hisoblamamdiq degandek. Hayna tathuru min haydiha qabla yujami'a. Pok bo'lgandan keyin bil bo'lishdan ilgari taloq qilish. Va bu qawl Abi Hanifa val 'ammati min fuqahaina. Albatta billa bo'lgandan keyin taloq qilgan ahvol bu haqiqiy qaror emasligini bildirdi. Ash kishiningki qo'yib birishda haqiqiy irodasidan yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. Nima uchun? Agar qo'yib birdigan maqsad bo'lsa-da, billa bo'lmaydi. Billa bo'lib, shunda munosabat yaxshi, keyin taloq qilib qolganligi buningki aslida qo'yib bag'isi yo'q, lekin tasarrufiy achchiq kelib qolganlikdan o'zini tutolmay deb sağallik. Kim cho'qim pushmon qilganligi chiqadi. Shunda hizolat taloq qilib qolsa, o chaqda iddatni kutib olishga udullab qilman bo'ldi. Ta'sirdan uni sanab nim qilish. Chunki sunnatga muvofiq taloqmi shu? Sunnatga muvofiq bo'lmagan taqdirda taloq tushmamdi, tushdi. Ko'pchilik ulamolar tushdi deb qaraydi. Sunnatga xilaf bo'lgan bo'lsa. To'g'ri. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال محمد وبهذا نأخذ. Hazreti Abdullah Umar radhiyallohu anhu ayol hizda chaqda taloq qilib o'tgan. Sahih Muslimning rivoyatida bir taloq qilgan. Dadisi Umar bu masala to'g'riliq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan fatvo so'ragan chaqda Rasululloh o'g'lingni buyurgan, qaytirib olsin degan.
Qaytırıvasan degani o'shada ulamolar vojib deb qaraydi. Amirga qaytirilish lozim. Hozir bu bir ishni xato qilgandek, asli qoidaga tushirish uchun qaytiriladi. Endi qanday qiladi? Qoida bo'yicha qanday talaq qildi bo'lsa, thumma yumsikuha hatta tathur. Saqlaydi. Ayol pok bo'ladi. Undan keyin hez ko'rdi, undan keyin pok bo'ldi. Bu aralıqda bir hez kirib, yana uni pok bo'lgandan keyin shu chaqda undan xolisa talaq qiladi demoqchi. Talaq qilishni xohlamasa, amr tutaverdi, billa bo'laverdi. Endi nima uchun o'shada pok bo'lgandan keyin uningdagi hez kirib, undan keyin pok bo'lgandan keyin dedi. Nima uchun bir qatim pok bo'lgandan keyin shu chaqda talaq qilish bo'lmamdi? Nima oldi unda deganlar bor. İki talaqning o'ttirini to'liq bir hayz bilan bir ayirib qilib, bundan qamlashmagan talaqning bir asri hammasi bir tugab, bir hayz kirib, uzil kesil uning nimasidan ayrilgandan keyin ondan noldan boshlab bunda talaq qilish uchun deb taklif qilganlar bor. Bo'lmasa shu birinchi qatim pok bo'lgan chaqda talaq qilsa masala bo'ldi. Va in sha'a talaqaha qabla ayyamassaha. Talaq qilmoqchi bo'lsa, billa bo'lmasdan burun talaq qiladi. Alloh taolo ayollarni shu udullab talaq qilishga buyurgan son shu, ya'ni saniya oladigan shaklda udullab turib talaq qilishga buyurgan usul shu demoqchi. Ashunda pakalatda talaq qilsa, ondan 3 yezni qatqa sanig'li bo'ldi. Pakalat talaq qildi. Uni birinchi qatim ezgöde bu bir. İkinci qatim ko'rib, uchinchi qatim ko'rib saqaygandan keyin iddat to'shdi degan. Bo'lmasa, ezalat talaq qilsa, shu hayzni bir hayz hisoblamadiq, 3 hayzdan hisoblamamdiq degan bir mushkul chiqdi. Talaq tushmagan. Shudir. Nima uchun degan chaqda unda ulamolar shu tushmaydi degan nimasi ixtilof bo'lgan. Jumhur ulamolar shu deb qaragan. Nima uchun Sahih Muslimning Ibn Umar radhiyallohu anhuning voqealigida sahabe tabiinlar boshqalar so'g'anni Hazrat Umar. Ayşe bir qatim dastlab qilgan talaqni Rasululloh hisobladimi? Talaqda hisoblamdimi desa, talaqda hisoblandı shu. Bir qatim talaq qilgan hisobda bo'lgan. Hatto fal yurajaha deganmi shuni ko'rsatdi dedilar. Amirga qaytirib asriya, xuddi amirdan chiqib bo'lgandek bir talaq bo'ldi. Muraja'a qilishgan uni qaytirib ekirishdak. İkinci talaq oldu mu abi? Baba talaqul hurrati tahtal abd. Kulning emrdagi hur ayolning talaqi qanday bo'ladi? Ayda bir nikah qilgan ahvol bo'lib qolsa, bu qulga tavlab 2 talaq bilan 3 talaq to'shab ketamdi yoki 3 talaq qilinamdi degandek. Malik haddathana Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib anna Nufay'an mukataba بدل ذاك يا صفات بدل دين. أم سلمة كانت تحته امرأة حرة فطلقها 2 فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك أم سلمة رضي الله عنها ki to'xtatlashgan shu puli Nufay vaqalik ekan bu. Uning qo'lida hur bir ayol bor ekan. Mukatab deganda shu xo'jayinlar esa mancha yilda mancha pul akapiray deb erkin holatda taboat qilayotgan. Keyin xo'jayiniga shu pulni akapirib tugatsa qazni o'rolab ketadi. Bu bir xil o'rdak ham o'zi mustaqil bo'lgandek avval bo'lgandan shu o'raldim birini to'y qilib yo sho'xtini qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayolni 2 talaq qilibdi. Hazrati Osmon ibn Affon radhiyallohu anhudan fatvo so'ragan chaqda bo'ldi. Sana harom bo'lib ketdi. Ya'ni xuddi bir kishi ayolni 3 talaq qilsa, u ayol harom bo'lib ketdi-ku. Shunga o'xshashlam, hatto tanki hazavjan g'ayra bo'lib ketdi bu deydi. Chunki bu qullarningki talaqi 2. Yani 3 ning o'rnidan 1.5 degan bo'lgan ekan, 2 uchib qoldi. Talaqul amati thintan va iddatuha hidatan degan asar bor. حدثنا أبو الزناد عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أن نفيعا كان عبدا سليمان بن يسار متابع اللادن أن نفيعا كان عبدا لأم سلمة أو مكاتبا رضي الله عنها بامشدا لأم سلمة رضي الله عنها أو مكاتبا وكانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج وهو آخذ بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله فاعتذراه جميعا فقال حرمت عليك. Şu vaqalikning o'zi ekan, mana shunda tafsillar bor. Darajaga Madina bir mahallasi bir joy ismi deydi. Shu yerda uchrabdi.
Halife bilan Zeyd ibn Sabir radhiyallohu anhu bor ekan. Yani bu ikki ulamo, yani sahabaning ikki katta ulamosi uchrab qolgan ekan. So'rasa har ikkalan tang aram bo'lib ketdi sana deb tanglam javob berdi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة 3 قروء وعدة الأمة حيضتان. قال محمد قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن لأن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن فإنما الطلاق للعدة فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها 3 قروء وطلاقها 3 تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل. İbn Umar radhiyallohu anhu pulning hur ayoli bo'lib qolsa, ikki taloq qilgandikilam bo'ldi, uning nurmus tugidi deydi. Bu ayol boshqa agibi tigish nisbulab tigib navad ajrashib qolsa, anda o'y tuta oladi, bo'lmasa o'ytamay. Albatta qul ayol bo'lsa shunda, hur ayol bo'lsa shunda ekan. Chunki yerda hozir huquq shu erda. Erdinki nurmusi 2. Va iddatul hurrati 3 quru. Hur ayolninki iddati 3 hayz. Hayz deymiz, yani bir mazhabning qarashi bo'yicha 3 hayz deymiz. Hozir iddatul hurra degani nima? Qulning qulida hur ayoldan birisi bo'lib qolsa, bu erning ahvoli qaramaymiz, bu ayolning ahvoli qarab turib, bu hur ayol bo'lgandan keyin 3 taloq qilinish haqqi bor deb 3 taloq norma bekitamiz demoqchi. Ayada taloq masalasida erga qaradi bular, iddat masalasida ayolning ahvoli qaradi. Bundan keyin hur ayolninki 3 hayz bo'lgan ekan, dedekninki 2 hayz bo'ldi. Endi dedekning eri hur bo'lib qolsa, 2 hayz iddat tutishlarlam bu ayol hozir iddat to'shqan bo'ldi deydi. Eri hur bo'lsa. Nima uchunsa bu yerda iddatda ayolga qaraymiz demoqchi. Qal Muhammad rahimahulloh qad ixtalafan nas fi hada. Yani şu talaq meselesi erning ahvoli qarab norma bekitilamdi ya ayolning ahvoli qarab norma bekitilamdi degan masalada ulamolar ixtiloflashib qoldi. Fa amma ma alayhi fuqahauna, yani bizning Kufadagi fuqahalarimizning qarashi bo'lsa, fa innahum yaquluna at-talaqu bin-nisa wal-iddatu bihinna. Talaqmi, iddatmi, shu ayollar qarab bo'ladi deymiz deydi. İki İmam Şafii ve Malik ve Cumhur ulamalar talaq erge qarab bo'ladi, iddat ayollar qarab bo'ladi degan. Degan bir ittifoq o'rinimda iddat ayollar qarab bo'ladiganligi ittifoq. Lekin talaq ayol qarab bo'lamdi degan masalada, ya'ni bir mazhab ayollar qarab bo'ldi dedi, boshqa Cumhur ulamalar erge qarab bo'ldi dedi. Yani Hanifi mazhabning dalili çünkü Allah Taala fatalliquhunna li'iddatihinna dedi. Yani talaq müşada iddat tutuşu to'g'rilanib qilgan narsa bo'lg'achqa fa idza kanatil hurra va zawjuha abdun. Hur ayolning eri qul bo'lib qolsa, bu ahvolda uning iddati 3 hayz. Çünkü ayol hurmayadi. Va talaquha 3 tatliqatin lil idda. Talaqmi bu ayol hur bo'lgandan keyin iddat sanash uchun lil idda degan soni qarab 3 hayzga 3 degan son bordi-ku. 3 son degan bo'lg'achqa talaqmi 3 bo'ldi. Allah Taala fatalliquhunna li'iddatihinna. Şu udullab, to'g'rilab degan ekan, iddat necha bo'lsa, talaqmi shuncha demakchi. Sanolar o'xshashdi. Kema qala Alloh tabaraka va taala, ya'ni fatalliquhunna li'iddatihinna degan bo'lg'achqa. Va idza kana al-hur tahtahu al-ama, hur odamning dedak ayoli bo'lib qolsa, buning iddati 2 hayz bo'ldi. Iddat 2 hayz bo'lgandan keyin talaqmi 2 taloq bo'ldi. Shundan uzul kesil ajraydi demakchi. Başkını aldı o. Başka işkini aldı. Ve ixtilaf olan iken bazını elip bazı almayı tercih kılış. قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطلاق بالنساء والعدة بهن وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Ma rivayetinde senette şu İmam Muhammed'in ustazı İbrahim ibn Yazid el-Mekki bu rivayette terk kılıngan metruk ravi boğaçka ma rivayet aciz.
قال إبراهيم سمعت عطاء بن أبي راهب يقول موشم Hazreti Ali'ninki at-talaq bin nisa vel iddeti bihinne de yani bir mezhepten dal şu qarashini ifodalab turadigan rivoyatga keldi. Bu Ibn Mas'udning qarashi deydi. Lekin bu rivoyat ojiz. Ve Abi Hanifata vel ammati min fuqahaina. Lekin boshqa bir rivoyatda talaqul amati tintan ve iddatuha hidatan degan bu mu balki yuqori darajada sahih bo'lmasi mumkin, ammo bu shu masalada nassan hech qanday ehtimollik yo'q dalil. باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تبت المبتوتة ولا المتوفى لا تبيت نسمع المبتوتة ولا المتوفى عنها إلا في بيت زوجها. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها. وأما المطلقة مبتوتة كان أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. المبتوتة batta yoki abatta deb buni keladi. Batta degan kesish, uzish deganman. Ya'ni uzil kesil ada judaolab ajragan ayol deganmanda. Erdan uzil kesil ajrab bo'lgan, ya'ni taloq bain bilan bir taloq bo'lib bain bo'ldi yoki uchinchi taloq bilan baynuna kubra bo'lsin, uzil kesil ajragan ayol va eri o'lib ketgan ayol o'zining uyidan boshqa uyda qo'nsa makruh bo'ladi demakchi. Ibn Umar radhiyallohu anhu erdan uzil kesil ajragan ayol va er o'lib ketgan ayol faqatlam shu erning uyida qo'nadi. İddetne şu erning uyida to'shqizdi demakchi. Qala Muhammad rahimahulloh va biyada naqul. Amma al-mutawaffa anha bular shu uyda qo'nadi. Lekin sirt chiqish masalasida fa innaha takhruju bin-nahar fi hawaji. Endi er xizmatini qilib turadigan, yog', guruch, sayfa ekib turadigan er bo'lmagan ekan, bu so'zsiz qilish bir ishlarga sirtga chiqadi. Lekin qo'nashda kechida cho'qim shu erning uyida qo'nadi. Va amma al-mutallaqatu mabtutatan kan aw ghayr mabtuta. Yani talaq raji'i olsun, talaq bayin olsun demakchi. Talaq qilingan ayollar bo'lsa, bu endi eri saq bo'lgan ekan, o'lmagan ekan, eri o'n guruch yog'ini asirib bergan ekan, bu sirtga chiqmaydi. Kechisimi chiqmaydi, kunduzimi chiqmaydi, ko'ch qanglamaydi, bozor aylanmaydi. Ma damat fi iddatiha va qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Yani albatta bu raji'i yoki bayin taloq qilingan ayolning nafaqa nimasi bo'lgan ekan, eri unga bu narsani tayyorlab turdi. Shu bayinga mabtuta degan bo'ldi. Ammo bayinni biz ikki turga ayirdik. Baynuna kubra, baynuna sughra desak, bir taloq bilan uzil kesil ajrig'ini o sughra bo'ldi, uch taloq bilan ajrig'ini kubra bo'ldi. Bayin degan ashmo o'tirgan mabtun uzildi degan. Bavun. Bayin sughra bo'lib qolsa, yangi nikoh bilan qaytadi. İddet to'shqandan keyin albatta shu yangi nikoh bilan qaytadi. Yangi to'yliq, yangi nima ketadi degan gap shu baynuna degan. Raji degan mana xotinda bilan o'g'ib ketadi. Ma raji taloqda shu chataq chiqsin deb shu uyda o'rlashtirib qo'yinglar. Yuhdisu ba'da zalika amra. Yarishib qala, uy tug'an ekanlar, asa siqchilik qilib amri qaytaradilar degan gap. Endi ma bayin o'lib ketgan, mabtut o'lib ketgan ahvolda o'lmagan o'tirib ixlofda. Buni bir tarafdan bu bir ibodat deb qarasa, zari shu uyda turishing lozim. Agar unda chataq chiqilgan, masalan, harom chiqilgan bunda ahvol bo'lsa, uni o'tkish mumkin. Lekin unda chataq chiqmaydigan, shu erning uylarida masalan, shu er tug'a uy bo'lish kerak emas. Shuni tava uydan birisida turgan bo'lsa, bu endi bir xil erning qo'ldan chiqatdi. Chiqatgan bilan taxi bu erning tavaligi uzil kesil taxi chiqib bo'lmaydi. Iddat hozir nima? Bu erningki ay nikohda bo'lganlik uchun hozir bir irliq berishdan iborat. Bu shu nikohning hurmati uchun. Undan keyin bu erning hozir bir xil nimasi sayisi ostidan bu. Taxi bunun chegarasidan chiqatmagan. Undan keyin shuning uyida qo'nadi.
ko'proq aloqa qilsa vaqtida faqat aloqa qilmaydi masalan. Shuningdek ulamolarning qarashida ixtilof. Yani bu uyda qo'nishi yenilish uchun, yarashib qilish uchun manda tahlil qilmay, buni masalan ya bu ta'abbudiy ma'nosi bor. Buni sen men tushunma Alloh taolo la tukhrijuhunna min buyutihinna deb buyurgan ekan, qanday buni chiqarasang bo'lmaydi deb manda tahlil qildi. Ham buni tafsili nima qilish uchun ixtiyorning kitobi taloqni o'qish lozim yoki bak tafsili o'qish uchun bidayatul mujtahidning kitobi taloqni o'qish lozim. Ya kitobi nafaqa. Yani ikki taraf razılashgan ahvolda mayli bo'lishi mumkin. Ikki taraf bunga ko'nak bo'lgandan razı bo'lgandan keyin, ammo ta'abbudi deb qarasak, bu ish shariatga xilof bo'ldi. Yani bu bizning odatimiz, nachar odat. Yomonlab ketgandan keyin şu an buni shariatga xilofda Alloh taolo ayolni buyurdi, la yakhrujna min buyutihinna va la tukhrijuhunna. Ikkili tarafimiz chiqama, samish ketmadi. Nonki biz qana qilmas, ma qilayotgan odat to'g'ri emas. Siz Allohning kitobida buyurgan bo'yicha ish tutinglar deb andim. Mustahab talashlar qilib yurgandan ini qaram, ini buyruq bo'lgan masin mana o'tkazishlar. Asli muhim masala shunda tarmoq masalalarning misli ko'ngilib qolgan gap. Asli qoida shu. Odatlarimiz nurg'una shariat xilof bo'lishi mumkin. Yatadam bilan tamasha qilmaydi, restoranda yurmaydi. Bu odamning sharifi, izzati uchun daxl etkazgan narsa. Sizning ayol falaniyat ko'rdim, ayrimxonada digil tursa, odam alam bo'lgan gap. باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟ أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من أذن لعبده في أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد. أما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة والدته فلا جناح عليه. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. يأذن لعبده في التزويج. Bir xo'jayin quliga debdi. Sen xundasan ruxsat qildim. O'lnib olgan deb. Deganki bu o'lnibdi. O'langandan keyin shu qulning ayolini taloq qilish huquqi kimda? Erdimi yo xo'jayindimi? Shu masala. Ya hal yajuz degandikilar qanday fiha xilaf degan gap bor. İbn Umar radhiyallohu anh shunday dedi: "Man adina li abdihi fi an yankiha fa innahu la yajuz." Misal yajuz degan so'zni biz nima deydi? Kuchga egami, inovatlikmi degan masala bunda. O bizning to'g'ri bilamdi, bo'lmamdi, joiz bilamdi degan nima emas. Kuchga egami, inovatlikmi hisob qilinamdi degan ma'noda. Fa innahu la yajuzu limrati talaqun illa an yutalliqha al-abd. O xo'jayin men xotindan sana appagan dedim, qo'ydiribman. Xotinning taloq deb bunda desa hisob bo'lmaydi. Faqat shu eri bo'lgan shu qul o'zi sen taloq desa, ay taloq shu qulning qo'lida demakchi. Fa amma an ya'khudha ar-rajulu amata g'ulamihi. G'ulam degan shuning quli, amata g'ulami degan qulining dediki, ya didikining dediki. Ayol emas, ayol emas bu bir xilamda bu odamning quliga o'xshash. Undan ekan buni xohlagancha xizmat qilib, ya xohlagancha bundan bahramon bo'lamdi. Fala junah alayhi bahramon bo'lalaydi, xizmat qiladi. Ya'ni o'zining quliga o'xshash. Ma kinki fa amma degan jumla ikkisining o'rtasida farq bor deb farqni ko'rsatib turadi. Qulining ayoli bo'lib qolsa, uni unda abriblam bahramon bo'g'ili bunda bo'lmaydi. Lekin qulining didik bo'lib qolsa, bahramon bo'g'ili bo'ldi. Deb ikkisining o'rtasidagi farqqa ishora qilib qo'ydim. Xato tushunib qolmang demoqchi. Fala junah alayhi nima uchun desa, chunki u qulining mol-mulkini tatib olibdi. Qulninki odati mol-mulki bo'lmaydi. Majazan namoz saqtavus deb qo'ygan taqdirda xohlagan chog'da uni ilib olaydi deydi. Undan keyin u didikini ya qulining didikini hep ketaverdi demoqchi.
Bahramon bo'ldi degani balkamda u qulning qashdan olib ketgandan keyin bir hayzlar istibro qilib o'tib, uniki yaqin kelishi mumkin. Chunki quldan bo'lgan bo'limi, xo'jayindan bo'lgan bo'limi buni ayirish uchun bir istibro rahm qilib o'tib, uningga qo'shqil yo'q ekan degandan keyin yaqin kelishi mumkin. Lekin ma'lumda yaqin kelalim kelamamda, olib ketamam degan masala. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب قال إن سيدي أنكحني جاريته فلانة، وكان عمر رضي الله عنه يعرف الجارية ثم هو يطأها، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك فلانة؟ قالت هي عندي. قال هل تطأها؟ فأشار إليه بعض من كان عند عمر رضي الله عنه فقال لا. فقال عمر رضي الله عنه أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا. لو اعترفت لجعلتك نكالا. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها، لأن الطلاق الفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس لمولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها، فإن وطأها يندم إليه في ذلك. فإن وطأها يندم إليه في ذلك. فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس الضرب، ولا يبلغ بذلك 40 سوطا. İbn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Saqif qabilasida va kishilarning birisining quli Hazrat Umarning huzuriga kelib, "Meni xo'jayinim menga falon dedekni olib bergandi" dedi. Hazrat Umar bu dedekni taniydi ekan. Shu dedekni menga olib berib, lekin o'sha xo'jayinimmi, "Ay mening ayolim bilan birga bo'ladi" deb shikoyat qildi. Menga olib bergan ayol bilan xo'jayinim birga bo'ladi deb shikoyat qilgan. Thumma huwa yani sayyidi yata'uha demakchi. فأرسل عمر إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك فلانة؟ قال هي عندي. نمشكلته ددكا فلانة سن ددكا ومن قلمدا ودبتو. هل تطأها؟ سن بالبلم سنولان دسا. فأشار إلى بعض من كان عند عمر. حضرت عمرның yeni tutulan bazı sahabeler şundan da şerh koydu dedi. Yani anı resva kılması için ya ki ceza uçratması için, kovdap kılış için yaktıgen şerh. فقال لا يا قطرت. فقال عمر أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا. Eğer men billi bo'lmas dediklar deb qolgan bo'lsang, sen jazolatdim. Ular buni qo'dab qoldi degan o'xshaydi. Qal Muhammad va biyada na'khud la yanbaghi. La yanbaghi degan so'z halol bo'lmaydi. İza zawaja ar-rajul jariyatahu 'abdahu an yata'aha. Dedikini o'zining quliga appasa u dediklarga yaqin kelsa bo'lmaydi. Li'anna at-talaqa wal furqata bi yadil 'abd. Chunki o'sha taloq qilish huquqi, ayrilish huquqi shu qulning qo'lida, xo'jayin appagan ekan. Wa laysa li mawla yufarqa baynahuma ba'dan zawwajaha. Appagandan keyin xo'jayini xohlagancha uni ayirib o'tmaydi. O'sha qul taloq qilsa undan ajraydi. Fa in wata'aha yunaddamu ilayhi fi zalik. Agar quliga appirib bulab yaqin kelib qolsa, shu qilmish sababidan adablashga uchraydi. Yunaddam degan toptaniga uchraydi, tarbiya qilinadi degan. Yoki pushmon qildirildi. Qo'yda yaqin kelmasa bo'libdi ekan digizimiz degan. Nadam degan pushmon qilishqa, pushmon qildirildi qiyg'ashga. Ikkinchi yaqin kelmayma digizildi dedi. Faynadan ikkinchi qatim qayta ana yaqin kelib qolsa, imom muvafiq jazo berdi. Ya turmush so'rab qo'ydi yoki urdi. Lekin bu urish jazosi 40 darajaga yetmaydi. Yani bu ta'zir belgilangan ig'ir jazoning o'lchamidan to'g'ri bo'lishi lozim. Belgilangan jazoning urish shartining o'lchami ana to'g'ri 40 bo'lgan. 30 darra, 20 darra, 10 qamcha urdi demakchi. باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء فلم ينكره ابن عمر رضي الله عنه. قال محمد ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها،
وإن جاء النشوز من قبلها من قبلها فأما إذا جاء النشوز من قبله لم نحب له أن يأخذ منها قليلا ولا كثيرا وإن أخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه له فيما بينه وبين ربه وهو قول أبي حنيفة. المرأة تختلف من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل. Erge pul verip razı kılıp yerden ajraş meselesi. Hula deymiz. Er bergen toyluqning hammini qaytaramdı ya onun da az qaytaramdı ya ki onun ketep jiq pul verip qaytaramdı bunu talaş satış var. Safiye'nin azat gelsi dedeklerden biri erden hula arqılıp ajraşkan. Bir kulli şey qo'ldagi bütün iqtisodni berib ajrashgan. Qo'limdagi mal-mulkimni hammani og'indan talaq qilib yoki men sendan qutulay deganlar. Falam yunkirhu Ibn Umar. Buni Ibn Umar ayblamagan deydi. Yani şu buludu degan qarashda jiq narsa beryapsimi bo'ldi degan qarashda. Qol Muhammad maqtalat bil mar'atu min zawjiha fa huwa jaizun fil qada. Sud mahkamasi da'vo dasturlarda olgan to'yliqdan jiq beryapsimi, bütün mulkini berib qutulsimi sud tarafdan jaiz bo'ladi. Va ma nuhibbu lahu yaqulu akthar mimma a'taha. Lekin jiq olishini biz yoqtirmaymiz, yani makruh, yoki gunoh bo'ldigan ish bu. Ve incan nuşuz min qibaliha erge itaat qilmaymasdan va tavliq qilish asli kashila ayol tarafdan bo'lsa-mu, lekin jiq pul verib qolsa, ayol eski ekan, eskilik qilib xitmlar deb turgan ekan, jiq pul olib xitm qo'yib berma desimi bu yaxshi bo'lmaydi. Bir hadisda ataruddina alayhi hadiqatahu desa na'am va ziyadatu amma ziyadatu fala deb ziyadaga unmagan. فأما إذا جاء النشوز من قبله أنوا أسكلك ما نمدن كبقاس أرترتن لم نحب له أن يأخذ منها قليلا ولا كثيرا. Bunun az olsun ya toyluqning özünü olsun ya jiq olsun asib olmaydı. Yani bu bir günah olğay iş. Nima uchunsa bunun asli maqsadi ayolni qo'yib berish. Lekin ayolni to'yg'izib dağıt, düzüp, boldu açıp, altın bilacıkını toyluk vergeniniz, hem ağaçın ağın dap, şu eşliğine, bokçusunu üzme, şu erden oydun şundan çıkışı razı olap, ketişken mecbur kılmakçı bu. Yani eskilik kılıyverip, urup, tırlap, ayında hanım kılıyvergenken bu ayal boldu bunun bir kutlay dediğin gibi. Sonra bu, Kur'an-ı Kerim'de mi, ığır nümülen çeklendi, ayette bağımdır. Az olsun, cık olsun, eğer eskilik kılıp, az neresi olsun, elip, biz nas ilib qo'yib turma, baka xitni bervatmayma deb turasa, u gunoh bo'lishini ko'rsin. Lam nuhibbu lahu, ya'ni makruh bo'ladi, yomon ko'ramiz degan ma'noda. Va in akhadha fa huwa jaizun fil qada. Abqasa, unda tashqi sud ishlari jihatdan bu xulay masalasi bo'lgan ekan, u to'g'rida ko'rindi. Qonun jihatdan isbog'il bo'lmaydi. Va huwa makruhun lahu fima baynahu va bayna rabbih. Diyonat jihatdan bu makruh bo'ladi. Fima bayna va bayna rabbi degan diyanatan deymiz. Jaizun qada'an, makruhun diyanatan. Bunda masalan bu nimaga o'xshaydi desanglar, birisi bilan bir pul muomala qilgan. Faladi manch pul bor deb, men qaytirib olib qo'ygan pulimni, manch pulim bor deb turib. Balqimda hujjat bor. Lekin men pulni olib qo'ygan. Men haqqim yo'qligini men bilaman. Ammo sud mahkamasiga kirib Kur'an'ın ispatı manç pulum var, bir narsam var mı deb ispatlay olayman. Ispatlaganda sud mahkamasi hech qanday shamol o'tmaydi unga. Mayli u ayında ma'noda, lekin diyanatan gunoh, haqqi. Shunga diyanatan va qadan deb bunda ayrıydi. Hatta shu qadan emasdan da rozi qilan narsani nazi. Baytni yana eskilik qilib unda majburlab turib olsa bo'lmaydi. Babul khul'i kam yakunu min at-talaq. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن جمعان مولى الأسلميين عن أم بكر الإسلامية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطلقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ الخلع تطلقة بائنة إلى أن يكون سمى ثلاثا أو نواها فتكون ثلاثا. Xula'nın tarifi at-talaq alama. Ayol kishi pul verib, xetini ilib. Ana shu xetini ilib vaqas bo'ldi, pullarni ajrashdimi? Ajrashganni biz mushuni bir taloq deb hisobladik yoki burunqi nikohni taloq qilmasdan shunday amaldan qoldigan hisobdimi?
Ama talaq olsa bu bayin olamdı, raciy olamdı degan masala. Yani bir mazhabda talaq bayin olib ketadi. Pul bilan xulay ajrashsa talaq bayin oldi. İmam Ahmad, İshaq bular talaq degan gap bo'lmaydi. Bu asli nikahni biz amaldan qoldirayotgan bo'ldi. Nikahni chuvatdik bunlar. Çünkü bu hozir bu asli nima nereden keldi? Ajrashni nimaga asosan, nima kuchidi buningga? Ayol tarafdan chiqqan pul kuchidi. Talaq degan er tarafdan bo'ldi-ku. Bu ayol tarafdan uyni buzgandek şey olgan ekan, bu talaq emas, tigidin nikahni amaldan qoldirish deb qaradi. Yani bazı zahiridek bazı ulamalar talaq raciy deb hisoblagan. Ama şundan neçe talaq izavlaymiz, bayin mi, raciy mi degan masalada Ummu Bakrin al-Aslamiyya anna ixtaran zawja Abdullah ibn Usayd. Thumma ta'a Uthman ibn Affan fi dalik faqala hiya tatliqan. Bir talaq debdi. Yani bayin ya raciy degan gap yo'q, ha? Bir talaq illa an takuna sammat shay'an fa huwa ala ma sammat. Faqat lamada ayol shu pulni bergan chaqda, "Amsma pulni berma, 3 talaq qiladilar" degan bo'lsa, 3 talaq degan nimani ayol chiqarsa, 3 talaq. 2 talaq qildilar, yana 2 talaq qildi. Ayolning degan hisob, pulni to'lagan adam shu bo'lgandan demakchi. Qal Muhammad va biyada naxud al-khulu tatliqatun bayna illa yakuna samma thalathan. Pul verib ajrashish ahvoli bo'lib qolsa, talaq bayin bo'lib ketadi. Faqat lam er ajrashgan chaqda, "Mush pulni bersam, men 3 talaq qilay" deb sanni degan bo'lsa, er 3 talaq qildi. Yoki ko'ngilni niyat qilgan bo'lsa, "Amsa 3 talaq qilib o'tay" deganni ko'ngil turibdi, sen talaq degan bo'lsa, bu chaqda 3 talaq bo'ladi demakchi. Agar firqa deb qolsak, talaq son hisoblanmaydi. Burun 2 talaq qilib, 3-chi qatam xulq qilgan bo'lsa, undan bu iddat to'shgandan keyin yana buni ola oladi. Tahrim muhabbat bo'lib ketmaydi. إذا نكحت فلانة فهي طالق. أخبرنا مالك قال أخبرنا مجبر عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. Falağını alırgan bolsam bu talaq, almağan xotinni uni öp qoladigan bolsam talaq, algan kunim talaq degandek bundan desa, bu biramda pochta qolma. Ki aladan uni. Ana Abdullah ibn Umar bo'lish kerak. Chunki Mujabbarni biz Abdullah ibn Umarning jiyani bir yaqin tuqqani dedik-ku. Mesela Abdullah bo'lsa Ibn Mas'ud bo'lib ketdi. Yani Mujabbar şu cihani tuqqani bo'lg'achqa Abdullah ibn Umar demakchi. İza qala ar-rajulu iza nakahtu fulanatan fahiya taliq. Mush so'zni degan bo'lsa birsi, fahiya kadalika iza nakahaha. Yani ash ayolni nikohga olib qolsa, ash degan bo'yicha bo'ladi. Yani ashni ayolni shunda damollam nikohni o'q bo'lishiga avtomatik tarakka taloqlab ketadi. Nikohni o'qshilar, o'tga opirib birli bo'lashdan burunlam shu chaqlam taloq chiqib ketadi. Va in kan talaqa wahida aw ithnatayn aw thalathan fa huwa kama qala. Masalan, palani olgan bo'lsam 3 taloq degan bo'lsa, 3 degan so'zni qilgan bo'lsa 3 taloq, 2 degan bo'lsa 2. Fa huwa kama qala degan nechin degan bo'lsa shu demakchi. Qal Muhammad va biyada naxud va huwa qawl Abi Hanifata rahimahulloh xilafan lish-Shafi'i rahimahulloh. Ana Şafii ve başka ulamalar la talaqa fima la yemlikuhu ibn Adam. Degandek hadis var o. La talaqa ve la itaq fima la yemlik. Bu qul ülkede bo'lmagan bir ayolni talaqlamaydi o. Degandek mazmundagi hadislar bo'lg'achqa, bu talaq degan so'zni degan chaqda bu ayol yat bir ayolda yat ayolni qanday talaqlaydi o. Degan Hanifi mazhabda rivoyatligi tayinib va yana insonning og'zidan chiqqan lafzini qadr qimmati bo'lishi kerak. Og'zingdan chiqdi, yo'lsa, sen hisob mushi degan tariqada buni hisob qilgan. Yo'q, shu Abu Yusufning kini nima Imom Muhammad ba'zida mana kitoblarda asas demaydi. Nima uchun? Abu Yusufning ismini bakunda fiqh qarashida atamaydi. Rivoyat bo'lsa mecbur ataydı. Yaqub ibn İbrahim deb. Lekin mana demaydi chunki keyingi vaqtlarda shu Imom Abu Yusuf bilan Muhammad o'tirda ajraq ishli bo'lib, shunga ba'zi kitoblarda bunda ismini atamayroq o'tib ketgan bo'lgan.
Ama rivayet kelib qolsa o'sha deydigan, ammo fiqhiy qarashni bayon qilgan chog'da asosan hozir qadar bir uchrashib boqmadik-ku. Yani bu Hanifi mazhab özden anlamış, qarashni tanlaganligi, mushun to'g'riligiga yani aqlijiq dalilini ko'rsatdi. Qarshi taraf ulamo jiqimiz var. Bunun tafsiloti al-ixtiyor. أخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قلت إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي قال إن تزوجتها فلا تقه. Yani falan abqasam bu mening onamning dumbustak degan bu Arabning zahari emas mı? Biz Uyg'urda yo'q ham bu ish alhamdulillah. Buni hozir ba'zi Uyg'urlarga import qilishtirib nuqlotda bo'ldi. Yani zahar masi bizning basharlik yo'q unda. Nima uchun ataytin bu nimildan akirimiz buni? Akirmas kerak. Lekin bu hamda zaharning hukmi burun Arablar shunda bulab islom shariatida buni bayon qilgan. Lekin bizda bo'lmagan ekan biz faqat buni hukmini o'qib qo'yapmiz. Falan qasam bu mening onamga o'xshash deb shunda o'xshatgan ahvolda zaharning hukmini oldi. Ya'ni shu anandami shu taloq tushdi dedi, ma'nodami zahar tushdi dedi. O'xshashlar. Bu joydan zahar kelib qoldi. Şu yakın bir iş hem de Araplık'ı dal aynen bulmasın. Belki muşumu ama şu zahar numalarına tolu okup başta taliplerin bir çıkıp şimdi bir hadiste okuyan boş bir bakaydı. Onun için avamla günüm kıygan iş bulsun ki. Açık gap qalsam da aslında ama bizdeki çatak ahval, Müslümaldaki xatarlik ahval nima? Misrlikdimi? Bek ig'ir bu. Mesela so'rasa alayyat talaq talat. Bakın bu xotin ayda buningda hech qanday munosabat yo'q. Bu so'rda bir ish qilyapmiz. Ya'ni savdomizning boshqa bir ishimdi. Buningga cho'qim xotinni talaq qilishni ashunda tiqib oldi. Nima munosabati bilan? Bu boshqa bir narsa o'zining rostchiligini isbotlamoqchi yoki ko'ngilni ifodalamoqchi. Bakar ayolni talaq qilishni aralashtirib oldi. Unda demaymi o'zlarining nursi ifodalarni uni aralashtirib olma. Va xatarlik ahvoli. وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهرا منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. Kafarada zahar berishi lozim. Miyada zahar masalasi. Xuddi talaqul muallaq tushganga o'xshash, az-zaharul muallaqmi shudo. باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول. أخبرنا مالك أخبرنا زهري عن سليمان بن يسار بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كم هي قال عمر رضي الله عنه هي على ما بقي من طلاقها. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ. فأما أبو حنيفة فقال إذا عادت إلى زوجها الأول بعدما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد 3 تطليقات مستقبلات وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. Anhum demedim. Kötüde bulup gitti o mu? El-mer'a yutalluqa zawjaha tatliqa ve tatliqatayn. Birisi ayağına bir talaq ve iki talaq qıptı. Şunların iddetini toşuzab o başka ayet tegerlediğen bulab, başka ayet tiyipti. Başka ayet tekkenlikken o ayet koyup biripti. Bu erdem ajrışıptı. Ajrışkanlıkken de birinci koni eri bunu aldı deydi. Algan takdirde burun bir ya iki kıygan talıqı Hadirmaş bir iki talaqning g'alati bo'lib, yani birini ya ikki islom 3 talaq normal tugab qolamdi yoki pak-pakiz juyilib noldan boshlamdi. Yani bu masalatul hadm deydi marifada. Bir qatim boshqaning qo'liga yetkazgandan keyin burun qilgan talaqamiz juyilib ketamdi yoki shu holda turamdi degan masala. Hazrat Umardan shunda bir ahvolda fatvo so'rabdi. Bir ya ikki talaq qilib
qo'yib shunama. Qo'yib qo'ygandan keyin iddat to'shdi. Iddat to'shgandan keyin boshqa bir er tegdi. Endi u er billi bulab, uningdagi o'lib ketdi. Yoki u er o'lmasimi, uni taloq qilib o'tdi. Cho'lan dastlabki eri yana bo'lishib oldi bu ayollar. Ikkinchi erning iddati to'shgandan keyin albatta. Ala kamhiya. Undan keyin birinchi erningki hozir bu ayol bilan bo'lgan munosabatda bir taloq, ikki taloq qilgan holatdami yoki noldan boshlagan yangi deb tashdikmi degan masala. Qal Umar radhiyallohu anhu ya'la ma baqiya min talaqiha. Qapqag'ini qildi ba mesela. Ikki taloq qilganmiz, bir taloq qildi va bir taloq qilganmiz, ikki taloq qildi ba demoqchi. Yani burunqi nima shu hozirmi hisob demoqchi. Ya, uchta qilgan bo'lsa, yanglindi. Normal to'shqan bo'lachqa. Lekin bu to'shmagan holatda, shu burun qilganimizda qilib qoldi demoqchi. Qal Muhammad va bihada naxud. Va bihada naxudda. Yani bu jumhur ulamalarning qarshi, kama baqiya min talaqa degan. Fa Abu Hanifata, Abu Yusuf bilan Abu Hanifa ikkisi yolg'iz qoldi mana. Faqala idza adat ila zawjiha al-awwal ba'dama dakhala biha al-akhir desak bo'ldi. Ikkinchi billi bo'lab undan keyin yani zavqul usayla degan gap bor. Hatta taduqi usaylatahu va yaduqa usaylatik. Ikkinchi billi bo'lab undan keyin shunda qo'yib bergan bo'lsa, yangidan noldan boshlandi, yangi deb aytildi. Yani qo'lida buni 3 taloq qilish huquqi bor bo'ldi demoqchi. Va qaul ibn Abbas va ibn Umar. Buni Imom Muhammad al-Athar degan kitobida shu ikki sahobadan rivoyat qilgan. أمر امرأته بيدها أو غيرها. أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق عيناه تدمعان فقال له ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقال زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. Ayolni taloq qilish huquqini xotiniga tutqizib qo'ygan ahvol. Ba'zan dashli bo'ldi. Shu ayoliga tutqizibdi yoki boshqa birisiga tutqizibdi. Masalan, dadisqa خارج بن زيد ومن فقهاء السبعة برسه أنه كان جالسا عند والده زيد بن ثابت رضي الله عنه دمكشي بني أبي عتيق جماعة بعض كلاب جغلغان حالتا ko'zidan yosh chiqayotgan holatda kelib qilgan ekan bu Zayd nima bo'ldi sana debdi. Qal mallaktu murati amraha fafaraqan. O ayolning taloq qilish huquqini bu ayolimi basam ayrılib ketdi. Faqala lahu ma hamalaka ala zalik. Nima uchun da qildansa? Faqala al-qadar. Alloh taolo taqdir qilib o'tgan bo'yicha men endi ahmoqlik qildim. Bo'lib qoldim nima bo'ldi deb turgan şekilde. Faqala Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu irtija in shi'ta fa inma hiya wahida. Xalsan qaytirasan bo'ldi. Chunki bu bir taloq, raj'iy taloq hisobida. Va anta amlaku biha iddat to'shmasdan sen qaytarilishga haqli. İddat to'shab qolsa char yo'q. İddatning ichida sening haqing bor. Qal Muhammad hada indana ala ma'na va zawj. Imom Muhammad rahmatullohi alayhi bizning qarshimizda ayolga sen nima desan shu bo'lsin. Ajrashamdo, ajrashmamdo ya taloq qilishni o'zing taloq qilib ol degandek bunda degan bo'lsa, shu chaqda erningki niyat qilg'ini hisob bo'ldi deydi. Shu huquqni shu erga bergan chaqda buning bir taloq qilish huquqini berdim deb niyat qilsa, bir bo'ldi. 3 taloq qilish huquqini berdim deb niyat qilgan bo'lsa, 3 taloq qilsin, hisob bo'lsin degan bo'lsa, 3 taloq bo'ladi demoqchi. Fa inna wahida fa hiya wahida ba'ina. Lekin bir taloq deb qarasa bu ba'in bo'lib ketadi ekan. Va huwa xatibun minal xuttab. Yani bir taloq ba'in bo'lgandan keyin bu aşı ayol bilan bulaşmoqchi bo'lsa, boshqa yot akshidek yangidan nikoh o'qib, yangi to'ylik qilib, yangidan ochildi deydi. Va inna va talatan fa talat. 3 taloqni niyat qilib turib shu huquqni tutqizgan bo'lsa, 3 taloq. Bu Abu Hanifa va Kufa fuqahalarining ko'pchiligining qarashi. Va qavli Abi Hanifa va al-ammah min fuqahaina va qala Ali ibn Abi Talib va Uthman ibn Affan radhiyallohu anhu
al-qada'u ma qadat. Mush ikki sahaba aş ayol nima deb hukm chiqargan bo'lsa shu chaqda huquq tutqizilgan chaqda ayolning og'zidan nima chiqsa shu hisob bo'ldi degan deydi. Endi Imom Malik ayda huquq tutqizib qo'ygan bo'lsa ayol masalan amsa men ajrishni tanladim bo'ldi ajrashdik deb qolsa 3 taloq bo'lib ketadi degan. Nima uchun esa bu tanlashning eng yuqori cheki bu. Eng yuqori chek bilan hukm qilmaydi. Imom Shafiy rahmatullohi bir taloq bo'ldi. Chunki bu eng to'yin cheki degan. Endi Hanifi mazhab o'ttirdan chiqib bir taloq lekin bayin bo'ldi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية فزوجته ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر وقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل عبد الرحمن أمر قريبة بيدها فاختارته وقالت ما كنت لأختار عليك أحدا فقرت تحته فلم يكن ذلك طلاقا. Hazreti Ayşe aksa Abdurrahman ibn Abi Bakrga apirish uchun qariba degan shu ayolga ig'zishibdi. Xatabat ala Abdurrahman degan Abdurrahmanga apirish uchun yoki Abdurrahman uchun talab qildi o'sha ayolni. Bu qariba ibn Abi Umayya Ummu Salama radhiyallohu anhaninki hamshirisi. Fazawwajatu shundan bo'lib tutishib uni apiribdi. Thumma innahum atabu ala Abdurrahman ibn innahum degandagi damir Aşo qariba degan aşo ayolning igilari, ota-onasi, urug'-tuqqanlari Abdurrahman ibn Abi Bakrning bira ishidan misal qo'polroq muomala qilg'achqa ranjib qilib bu achcha kelib qopdi. Shuni taptani qildi. Va qalu ma zawwajana illa Aisha. Bu to'y ishni Hazrat Aisha qilgan buni. Deb Hazrat Aishaga hamda tapamalamat qilgandek, "Va sizning aka sizni to'yni qilib qo'yiblar. Siz kelganlik uchun biz qizni bergan. Ana bunda bizni ranjitdi" deb nima qilganiga Hazrat Aishaning aqsqa odam yotib, "Sen bunda qilgansan, bular ranjib qopdi" degan. Shundan Abdurrahman qaribaning ajrashmaslik ishini, huquqni qaribaga tutqazdi deydi. Sen o'zing bir narsaga men bilan turman desang, to. Bo'lmasa, turmasligini tanlasangmi, o'zingning ishi degan ekan, faqtaratu Abdurrahmanni tanlabdi. Faqat ma kuntu yaxtar. Sizni tashlab menda boshqadan tegib ketgan ayollardan emas deb shu uyda Abdurrahmanning amrida qopdi. Undan keyin bu taloq bo'lmagan. Taloq qilish ishi bo'lmadi yani. U Abdurrahmanmi taloq qilmadi, bu ayolmi ya men ajrishni tanladim demadi, demakchi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال فإن ذلك في يد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما لي رغبة عنه ولكن مثلي ليس يفتات عليه في بناته وما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا. Bu yana Hazreti şu Aksa Abdurrahmanning vaqalki. Qerinish Abdurrahmanning Hafsa degan qizini Munzirga apagandi Hazreti Aisha. Abdurrahman, ya'ni shu qizning otasi Madinada yo'q. Hozir ma Hanifi mazhabining dalili bo'lib qoldi. La nikah illa bi vali degan taqshido Hazreti Aisha valisi emasda, alvali degan rijal bo'ldi, dadisi, aksin. Kim shu nikah bo'lgan mana deydi. Abdurrahman Shamdek chaqda Abdurrahmanning qizi Hafsani Hazreti Aisha Munzirga apadi. Abdurrahman kelgan chaqda mendek bir odamga munda ish qilinamdi. Men ra'yim olmay, maslahatim olmay, meni bexabar holatda qizimni to'yga berib o'tamdan deb ranjidi. Fakallamat Aisha Munzir ibn Zubayr. Shunlar bu topmalarga uchraganligiga Hazreti Aisha Munzir ibn Zubayr shu kuyog'alg'i deydi. Menda bir ahvol bo'lib qoldi. Akam Populatida bunda degan ekan. Faqala Munzir shu nimdabda fa inna dalika fi yad Abdurrahman. Bu asli valilik huquqi shu Abdurrahmonda otasi bo'lgan ekan. Bu ayollar vali bo'lolmaydi yoki hammasi vali bo'lolmaydi. Bu shu huquq shu otasi dedi degan ekan. Faqat Abdurrahman mali rig'ba anhu. Yo'q, men bu to'yni buzutay demoqchi emas aslida. Mayli bo'libdi, Munzirni kuyoval qilsam men rozi. Lekin mening ra'yimni olmay,
Mendan bexabar qizimni bunday yatib qilishga men ranjidim demoqchi. Lekin sizning hamda qo'ygan ishingizni men rad qilib o'tmayman, mayli bo'pti deb u ayollar shunlar Munzirning qo'lida qilib qilyapti va taloq degan ahvol bo'lmadi. أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت. Ayolga talaq qilish huquqini tutqizib qo'ysa, o'sha ayol nechta talaq qilsa shu hisob dedi. Bir talaq qilsa bir, 3 talaq qilsa 3. İlla an yunkir alayha. Faqat lan yo'q, men 3 talaq qilish huquqini berdim, bir talaq qilish huquqini bergan deb qolsa, o çağda bir talaq buludu. Feyqulu lam urid illa tadliqatan wahida fatuhallaf ala dalik. Ular bir talaqni qilish huquqini niyat qilib turib bergan sizga desa ular qasam qiladi. Qasam qilgandan keyin bir talaq bo'ldi ekan. Ve yakunu amlaka biha fi iddatiha. Ashu bir talaq bo'lgandan keyin bu ashu ayol iddatini to'shqizmagan bo'lsa qaytarilishga haqli. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. حقوقنا بربطه سازر نمسان شو بوسن طلاق قلش حقوق سنده طلاق قلامسا برن قلامسا üçne قلامسا gap qiladigan bo'lsa shu sorunda talaqni tanladim size talaq oldu. Yo'q bo'ldi va uy tutman deb qolsa bo'ldi. Osh odamning amrida turaverdi. Ve talaq degan ahvol bo'lmaydi. Qal Muhammad va biyada na'khud. Biz mush qarashni tutamiz. Bu jumhurning qarashi, salaflardan ba'zi boshqa chiqargan. Idxtarat zawjaha falaysa zalika bi talaq. Erini tanlab qolsa bo'ldi, uy tutaverma deb qolsa talaq bo'lmaydi. Va idxtarat nafsa o'zini tanlab qolsa degani bu ajrishman deb qolsa fahuva ala ma nawzawj. Shu huquqni tutqizgan chaqda nechini niyat qilib tutqizgan bo'lsa, shu bo'yicha lekin şu sorunda tanlash lazım. Şu huquqni tutqizgan sorunda ya oq ya ko'k deyish lazım. Bir oy o'tib ketgandan keyin, men talaq qilishni, ajrashni tanladim desa, haqmaydi u fursatga. Ya'ni qiyomatga kuchga ega emas u. Shu so'rindilar bir fursat bo'lmasa, yana u ayol ishlatmasa, erga qaytib ketadi. Eğer bir talaq deb niyat qilib berganimizda fa wahida ba'ina, ba'in talaq qildi. Bir talaq lekin raja emas, ba'ina. Yani amlaka biha deganmi boshqa erlar ilishdan bu ilishi haqli, yangi nikoh qilib, yangi to'ylik bilan oladi demoqchi. Va innava talatan fatalat. Shuni niyat qilib huquq tutqizgan bo'lsa, u chaqda u ayol talaq desa 3 talaq chiqib ketadi. Bu İmam Abu Hanifa'nın qarshi. Albatta Sayyinda kelsa Hazrat Aisha va boshqa azvaj mutahharni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ixtiyorlikni bergan-ku. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما ديان. أين اختيارك بعد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. بزك اختيارك بربته بس Resulullah'ın talaqan bazı rivayette felem ya'udda zalika talaqan. Şu vaqalikni bir talaq deb hisoblamadi. Çünkü bular bir ajrash degandek bir ahvol. Lekin faqat şu ixtiyorlikni ba'dan talaq degini talaq hisoblanmadi demoqchi. Bani yangi bir nikoh qilib, yangi bir to'ylik bilan andin oladi. Adram musha ahvol masalan ayolga huquqni tutqazish tamam. Huquqni tutqazganki bu ayol o'zi talaqni tanladim dedimi deganda mushini biz bayin hisoblaymiz yani emas. Undan musha ahvol bayin. Endi raji bo'lgan bo'lsa, erg'achni qaytarib oladi. Lekin ma'lum o'zining huquqidan shundalan sug'urilib ketganda ko'p qolgan ekan bu bayin deb hisoblab, ammo cho'rsanamda yangidan olgan bo'lsa olasiz. Lekin bu sizning ayolning ulab iddatni shu sen qilgan talaqingdan to'shqizayotgan bo'lg'achqa sen boshqildan sen aqlaq. Boshqa olamaydi. Iddat ishida boshqa olamaydi. Lekin u o'zining iddati olgan ekan, yana huquqlar o'zi ola oladi. Iddat ishida ham ola oladi demoqchi. Tushunami? Ya iddat to'shqandan kim? İddet to'shsa o xatibi bilan xuttab bo'lib qoldi. Ba iddat ishida degan bo'lsin. Babur rajul yakun tahtahu amatun fayutalliquha thumma yashtariha. Bir hur adamning qo'lida didek xotin bor ekan. Talaq qilib tutib,
Ondan onu xo'jayinidan sotib olibdi. Akhbarana Malikun akhbarana Zuhri an Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman bu Tavus. An Zayd bin Thabit radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin kanat tahtahu walida fa abatta talaqaha thumma ishtaraha. Mushu aqaga fatva so'rabdi. Zayd bin Thabit radhiyallahu anhu. Qo'lida bir didek xotin bor ekan. Bu bir kishining olgan didek xotini bor ekan. Fa abatta, ya'ni batta va abatta ikkisi bir ma'noda. Uzil-kesil ajrashadigan taloq qilyapti. Yani 3-chi taloqni qilyapti degandek. Thumma ishtaraha, ondan setib oldi. 3 taloq qilib bo'ldi. Didekni 3 taloq qilib bo'lib, keyin xo'jayindan setib olibdi. Ayahillu lahu an yamassaha, o'zining didek oldigan mamlakat yeminu. Lekin bu mulkli yemin bilan qo'lga chigandan keyin texi boshqa bir ayet tegib boqmadi. Bunda ahvolda u yaqin kaz bo'lamdi. Faqala la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Mulkli yemin bilan kirsimi boshqa ayet tegmisi bo'lmaydi. Qal Muhammad va biyada naqdu va qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina. Nima uchun degan chaqda oyatda unda umum kelgan. Hatta tankiha zawjan ghayra. Cumhur ulamalar tut imammo shunda qaraydi, lekin ba'zi salaflar halol bo'ladi deb qarab va ma malakat aymanukum deb umum dedi. Demak, olamimiz harom va ma malakat aymanukum bo'lsa, u hatta degan zavjan g'ayrat degan gap yo'q, halol bo'laverdi degan. Lekin ulamalar uni raddiya berib, jumhur ulamalar va ma malakat aymanukum deganda bo'lsa o'zining onasi, hamshirisi bo'lsa harom bo'lar. Unda mutlaq emas u. Shu nima cheklim bilan o'xshash cheklindi, muqayyadulab qoldi deb javob bergan. Ana yerda an Abi Abdurrahman deb kunyo bilan dedi, biz buni Tavus dedik, ammo nima uchun o'shada buni kunyo bilan dedimi shuni? Buning sababi Zuhri Umaviylar davlatida shu podshohlar bilan amirlar aralashdi. Tavusni Umaviy hokimlari yoqtirmaydi. Shunga Tavusning ismi chiqib qolsa baka, ranjib qolmasin deb Abu Abdurrahman kim bu deb so'rab jurmagan ekan. Abu Abdurrahmandan daplam da ketgan. Şu an bu Abu Abdurrahman kim biz Tavus deymiz. Nima Tavus deb Tavusni muayyanlashtirgan boshqa Abu Abdurrahman bo'lishi mumkin desa, yo'q bu Tavusni shu nima yoqtirmaydi. Shunga Zuhri bilan aralashgan bo'lg'achqa, uni achchiq gap qilmasin deb Abu Abdurrahman deb o'tib ketgan debdi ulamalar. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.